Assalomu alaykum. Sizga 5 soniya vaqt beraman. Ushbu so'z va yordamchi kalit bilan bu so'z nimani anglatishini bila olarmikinsiz? Qiziq a? Unday bo'lsa vaqt ketdi. Bu so'z olma so'zi edi. Agar topgan bo'lsangiz, izohlarda topdim yoki topa olmadim deb yozib qo'ysangiz, albatta natijalarni yig'ib sizga e'lon qilamiz. Necha foiz odam topa oldi? Bu qiziq albatta. Xo'sh, olma so'zi qanday paydo bo'ldi? Bu yerda shifrlash algoritmi, aniqrog'i Sezar shifrlash algoritmi yordamida bu so'z shifrlangan edi. Sezar shifrlash algoritmiga ko'ra, biror harf o'zining tartib o'rnidan nechadir o'ringa siljitiladi. Masalan, bitta belgiga siljitib ko'raylik. Unga ko'ra quyidagicha jadval hosil bo'ladi. Ya'ni, biror matnni shifrlamoqchi bo'lsangiz, A harfi o'rniga B ni, B harfi o'rniga C ni, C harfi o'rniga D ni alishtirishingiz kerak bo'ladi va xuddi shu yo'sinda davom etishingiz kerak bo'ladi. Keling, olma so'zini bu jadvalga tayanib yozib ko'ramiz. Ha, bu o'sha men sizga boshida boshqatirma sifatida bergan so'z bilan bir xil. Demak, masala oddiy, murakkablik esa notanishlik xolos. Salomat bo'lasiz.